Tomuz yana bitta kabish olib qo'ydik, bir so'm pulsiz. Bitta pasportga chiqadi, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Kabishimiz 2022-yil qora tom, opishka holatlari, mashina tiniq holatda. 4-pakinada propan qo'yilgan ekan, koja holatlari tiniq holatda turibdi. Salon holatlari ideal holatda. Bezbo'radigan zaratchik. Mashinamizda 4 yumshoq baloni bor. Jitalayn diskalar qo'yilgan. Propan 65 talik kattasidan qo'yilgan. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib bog'lanishlari mumkin. Kabish so'ragan mijozlarimiz uchun 1 so'm pulsiz kabish. Bitta pasport evaziga ish haqi, kafil, hech nima kerak emas.